YouTube videomni blokladi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Agar YouTube videongizni bloklagan bo'lsa, o'zini sababini ko'rsatgan bo'ladi. Avtorskiy prava dedi menda. Qo'ygan musiqamda avtorskiy prava bor ekan. Hozir обновление bo'lgan YouTube'da shunaqa funksiya ochilgan. Seni videoingni olib tashlaymiz, videoingdan musiqani o'chirib tashlaymiz, lekin bu video senga monetizatsiyaga o'tmaydi. Ular senga foyda keltirmaydi, mayli, lekin videoing turaveradi. Shunaqa dedi. Birinchi qo'yib ko'rdim, shunaqa qilib ko'rdim. Musiqani olib tashlagan, faqat gapirgan so'zlarim bor, qandaydir yoqmaydigan shum bor. Sразу uni o'chirib tashladimda, o'zimda videomni qaytadan avtorskiy prava bermaydigan musiqani qo'yib qo'ydimda, qaytadan yukladim. Ana shu endi mana shu silka orqali kirib ko'rsanglar bo'ladi, kanalga o'tib, bemalol like bo'lsa, komment yozib, podelitsiya qilib, qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Yana ham yaxshi kontentlarda ko'rishguncha.